Assalomu alaykum, mening aziz obunachilarim. Sizlarni yana ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Mana bugun biz 11 mingtadan ortdik. Albatta bu meni mehnatimga bo'lgan sizlarning e'tirofingiz hisoblanadi. Yurtimizdagi bir qancha yoshlarga matematika fanidan vazifalarni to'g'ri bajarishga yordam berishga hissa qo'shayotganimdan juda ham xursandman. Men kanallarni juda ko'p kuzatdim. Juda ko'p YouTube kanallarida ham yoki bo'lmasam Telegram kanallarida uyga vazifalarni to'liq pullik ravishda ishlab berishadi. Ba'zi kanallarda bitta vazifa uchun 5 ming, 10 ming yokida oylik 100 ming, 150 ming to'lovli oylik paketlar qilingan. Lekin men buni xohlamadim, chunki butun O'zbekiston boshlang'ich sinflari men bilan birgalikda vazifalarini tayyorlab, a'lo baholarga o'qishligini xohladim. Aslida bitta uyga vazifa uchun 40 daqiqa vaqt ajrataman va videoga olib bo'lganimdan so'ng uni montaj jarayonini ham o'zim bajaraman va natijada bir kunda 4 soat vaqtimni sizlar uchun ayamayman. O'ylaymanki, kanalimga joylab borayotgan uyga vazifalar siz uchun albatta ma'qul bo'lyapti va shuni bilamanki, mana shunday mehnatimizni evaziga albatta siz yuqori baho berasiz degan umiddaman va bu yog'iga yana sizlarning ko'magingiz bilan birgalikda davom etamiz. Quyida karta raqamlarimni qoldirganman. Shu kichkinagina mehnatimizni yuqori baholaysiz degan umiddaman. Lekin bu majburiy emas, ixtiyoriy albatta. Xo'p, aziz o'quvchilar, 89-betning 10 hamda 11 masalalari ustida bosh qotiramiz. Demak, 10 masalani boshlayman. Daftaringizga bo'yi 4 sm, eni 3 sm bo'lgan 3 ta to'g'ri to'rtburchak chizing. Xo'p, demak chizyapmiz. Bo'yi 4, eni 3 bo'lgan 3 ta to'g'ri to'rtburchak chizing deyapti. Ko'rinishdan ozgina farq qilishi mumkin albatta. Xo'p, birinchi to'g'ri to'rtburchakning yarmini, ikkinchisining 3 dan 1-ni, uchinchisini chorak qismini bo'yang. Demak, birinchini yarmini bo'ying debdi. Qarang, yarmi. 3ni yarimga bo'lgandan ko'ra 4ni yarimga bo'lganimiz osonroq. Ya'ni sizni daftaringizda 4 sm bu 8 katakdan iborat, to'g'rimi? Mana bu tarafga esa 3 sm 6 katakdan iborat. Xohlang mana shu 6 katakni 3 katakdan qilib to'g'ri chiziq tushiring, xohlang mana bu 8 katakni 4 katakdan qilib mana bunaqasiga to'g'ri chiziq tushiring va bir tarafini bo'yab qo'ying. Mana yarmini bo'yadik. Keyingisini 3 dan 1 qismi. Mana endi mana shu yerda har birini 3 ta, mana 3 sm ni 1 sm dan qilib chiziq tushirib olamiz. Mana 3 dan 1-ni bo'yang degan bo'lsa, demak, mana shu qismni bo'yaymiz. Bir qism, mana bu 2, mana bu 3 qismdan iborat. Keyingisi chorak qismini bo'yang deyapti. Chorak qism bu 4 dan 1 qismini bo'yang degani. Biz mana bu 8 katakni bemalol 4 ga bo'la olamiz. Ya'ni 2 katakdan 2 sm dan 4 ta qismga bo'lsak bo'ladi. Mana shuni bir qismini bo'yasak, 4 dan 1-ni bo'yagan bo'lamiz. Mana aziz o'quvchilar, demak 10-misolimiz aynan xuddi shunday ishlanar ekan. Keyingi katta idishdagi 11-misolga o'tishni boshladim men. 11-masalaga 10-masala aynan mana shunday tugallanadi. Xo'p, kitobingizda ko'rinib turibdi. Ikkita asal idish berilgan, bok berilgan. Demak, asallari ko'rinib turibdi va bunday holatda bizga so'roq berilgan. Keyin ikkinchi asal bokimiz. Asal bokimiz hamda mana bu holatda so'roq berilgan. Xo'p, katta idishdagi asal kichkina idishdagidan 3 baravar ko'p. Kichik idishdan 2 litrlik bankalarga asal solinsa 48 banka chiqadi. Demak, mana bu kichkina idishimizni 2 litrli bankalarga solsak 48 banka chiqar ekan. Demak, qarang, 48 ni biz 2 litrga ko'paytirsak, demak 8 kara 2 16, 1 dilda 2 kara 4 8 dildagi 1 bilan 9, 96 litr nima chiqar ekan? Asal chiqar ekan. Demak, mana bu asal idishimizda 96 litr asal bor ekan.
Katta idishda qancha asal bor? Endi qarang, katta idishdagi asal kichkina idishdagidan 3 barobar ko'p deyapti. Demak, 3 barobar ko'p bo'lsa, katta idishni, kichkina idishdagi 96 litrni biz 3 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. 3 barobar ko'p ekan. Demak, 3 ni har bitta birlik hamda o'nlik xonasiga ko'paytirib yozib chiqamiz. 3 kere 6 18, 8 ni yozaman. 1 dilda. 3 kere 9 27, dildagi 1 bilan 28. 288 litr asal bor ekan bunda. To'g'rimi? Mana 288 litr. Xo'p, katta idishda qancha asal bor? Demak, katta idishda birinchi savolga javob topdik. 288 litr asal bor. Ikkala idishda jami qancha asal bor? Demak, buni topish uchun 288 ga qo'shamiz 96 ni. Birliklar xonasida 8, bunda esa 6. 8 ga 6 ni qo'shsak 14, 4 ni yozaman, 1 dilda. 8 ga 9 ni qo'shsak 17, dildagi 1 bilan 18. 1ni dilga olib qo'yamiz. Bu yerda 2, bu yerda yuzliklar xonasida hech qanday raqam yo'q. Mana shu 2 ga dildagi 1 ni qo'shsam 3. 384 litr umumiy jami bo'lib mana asal bor ekan. Azizlarim. Demak, masalani ishlab bo'ldik. Demak, doskamiz skrinshot bo'lib sizga tashlanadi. Siz buni ko'chirib olishingiz mumkin. Va sizlarga eslatib o'taman, tushunarli bo'lgan bo'lsa tushundik, tushunmagan bo'lsangiz tushunmadim deb yozing kommentariyda, men qayta tushuntirishdan erinmayman. Hamda like bosing, obuna bo'ling, Instagram kanalimizga ham obuna bo'ling. Men sizlarni u yerda kutib qolaman. Xayr, salomat bo'ling deyman. Keyingi darsda ko'rishguncha omon bo'ling azizlarim.